Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islaq 2024 yıl, 2. ayının 25. günü haftaga yekşembe vatandaşı. Bugünkü vaziyetimizden aytsak, birinci dövlette Jungo'da pul, renminbiyani xalq puli, hazır zor besim duch keldi. Bu to'g'rida mundaq mavzu qo'yildi. Turli alomatlar ko'rsatdiki, xalq pulining beshiga opat yetib keldi. Mavzuli xabar 2. ayning 5. kuni Vanbet orbitida e'lon qildi. Xabar mundaq boshlandi. 2. cho'ng iqtisod davlati Jungo'da xalq pulining pahallashiga yuzlanishi bahor bayramining oxirlashiga ergishibla tugab ketmadi yoki to'xtab qolmadi. Balki texmi kuchaydi. Hazır xalq pulining besimi örlegen sıra hazır g'arb dunyosi mı? Bütün dünyadagidek hazır bu pulning qimmatiga o'zgarishiga ochiq aytganda pahallashiga diqqat qilishga boshladi. Endi mablag' solg'uvchilar buningga chora izlashga boshladi. Masalan, o'zining mablag'ining solgan pulining qimmatini saqlab qolish uchun avval Jungo'da renminbi xalq pulining qimmatiga o'zgarishiga o'zlari chora tadbir izlashga boshladi deydi. Masalan, Xalq bankisi Jungo'da Amerika dollarini bozorga soldi. Endi bu nima deydik? Orliqda nurg'un qitim Amerika Jungo munosabat jiddiylashgan, keskinlashgan vaqtlarda Amerikadan sotib olgan zaymni yoki dollar zaymini bozorga elib chiqib sotib etish. Bu to'g'rida Jungo sotivasi o'zi qanchalik ziyon tortdi. Mushu masalalar to'g'risida munozara bo'lib ketganida hozir Jungo hukumati yoki Xalq bankisi dollarni bozorga solish yoki zaymni bozorga solish shaklida dollar bilan xalq pulining yoki renminbining ayrıvaşlash qimmatini 1,20% saqlab qolish dedi. Hozirgacha 7,3 mo deyilib kelyapti hisobda. 7,3 mo 3 deyin deyilib kelayotgan shunday paytda bu 1,20 qandaqsam men tushunmadim vatandoshim. Biroq gap hozir Jungo'dagi iqtisodning o'zgarishi yoki zavolga qarab yuzlanishiga erishibdigidek, dastlabda bu zarbaga uchraydigan birdan-bir obyekt yoki soha renminbi xalq puli bo'lib qoladi da vatandosh. Kasodchilikning ma'nosi pul. Mol bahosi o'rlash, tushib ketishning ma'nosi pul. Barliq pul, ayrıvaşlash, pul obroti degan mushu masalalarda besim xalq puliga kelyapti. Hozir dunyo bunga diqqat qilyapti desangiz, ayni chaqda rubli shu holatga kelganda Rossiyada zar siyosat o'zgarishi yuz bergan edi vatandosh. Endi yana Tayvan masalani hozir ikkinchi bir xabarda nima deyildirsiniz? Beijing hukumati hozir tayyorlik qilyapti deydi, urushga tayyorlik qilyapti deydi, uzun muddatli urushga tayyorlik qilyapti deydi. Men o'ylayman vatandoshim hozirgi dunyoda endi ishlama degili bo'lmaydigan masalan Afg'onistonda Amerika armiyasi 20 yil turdi-da vatandosh. Yani uzun muddatli urushga tayyorlik qilyapti, tez yo'l bilan hal qilish. Masalan, Prezident Vladimir Putin o'tgan 2 yil burunqi Ukraina tajovuz qildigan vaqtida Kiyev shahrini men bir necha kun ichida zabt qilaman, qo'lga tushiraman degan edi. 2 yil bo'ldi vatandosh. Urush oyoqlashdan derak yo'q. Hozir Jungo'ning ana Tayvanga hujum qilsa bu urushni uzun muddat urushga aylantirish degan so'zni aytganda, anda Tayvanlikning buning tutilgan pozitsiyasi qanday bo'ldi? Ma'quldamda uzun muddatli urushga boy yoki tez urush qilib tez hal qilishni o'ylam. Bu harbiy ishlar bilan ishimiz yo'q. Biroq hozir Jungo uzun muddatli ishga yoki harbiy ishlarga Tayvanga hujum qilish tayyorlik qilyapti deydi. Bunun da hozir maqolaning mavzusi nima desangiz, Beijing'de Tayvan'ga fırtış uruş qilish tayyorlik qilyapti. Mavzular xabar 2. ayning 25. kuni
Vanvetor beti ilan kılındı. Bu haber başlandı. Yani Amerika'da Asya Vakt Gizli Disyasyon Gabriel Honra'da efendinin bir parça makalesi ilan kılındı. Makalda mındak görüşüldü. Çünkü Ukrayna uruşu yakın dikkat kılıvatıdı. Tayvan hücum kılsa uruşun uzun suzulup ketişi de tecrübe almak çiğ buluvatıdı. Ukrayna uruşu başlanğan dastlapkı çağlarda Rusya şuna pres kılğanı çakmak tizligi hücum kılmızdı. Anda bu Honra'da tahlili boyunca aytkanda agar Cungo Tayvan'a hücum kıladigan bolsa en kemide birinci olup 300 bin kişilik harbiy qo'shin bilan hücum qilish kerak deydi. Ondan keyin yani şu bir mezgil yetib kelganda Tayvan'a 2 milyon kişilik harbiy qo'shin hatta saqchi qo'shinlarini elib kirib Tayvan'a o'rlashtirish kerak deydi. Shu vaqtda Tayvan'ning ustida g'alaba qila oladi deydi. Yani Muşusallah o'tirg'i chiqsa 300 bin 2 milyon degan bu mümkün mi vatandaşım? Çünkü armiyasi, muşunchilik armiyani shuya yo'tkab berishi bu mümkün mü? Denizden ötüp berishi mümkün mü? Ularni uzuqtilik arqisab bilan ta'minlash bu mümkün bo'lmaydigan ish bo'ldi. Yani uzun suzuldigan urush emas, qisqa doiralik, tar doiralik, masalan, Jimmazu degandek. Maşa aletlerdi uğraş kılsa onun yolu başkadır. Bırak Miranda Efendi hazır 300 bin kişi destekte hücum kılışı 2 milyondan artıq harbiy kısım ve saqçılar Tayvan kirib o'rinlashi kerak deydi. Lekin muşu arlıqda yani sizga jiddiysigini alışıptı da tüvende çıkıdı o vatandaş. Ne bolduysanız Türklerden kelgan xabarda Yaponiya 700 milyar dollar pul ajratib Tayvan'daki hazırki Android işlep çıkarıvatkan Tayjidiya şirketinin Yaponiyada şirket kuruşuğa maqul bo'ldi. Bu katıca pop ketdi deyimizde. Yani tünüge onun kendi yani 200 milyar dollar. Yani sarf qilish to'g'risi yani bir xabar kel. Demek hazır bu yerda gap nima? Yaponiya bilan Tayvan o'rtasidagi harbiy munosabatlar bog'chisi yeshib etildi. Bunu yeshib etgan kim? Yani Amerika Qo'shma Shtatlar. Tayvan Yaponiya o'rtasidagi harbiy munosabatlar bog'chisini echib etdi, yeshib etdi degan gap. Bu intayin ciddi signal vatandaş. İntayin ciddi signal. Yani bir xabarı qaraylar Modi yarışari şirketlerinin inovat derecesini bağlaş şirketi. O Modes yaki bir yerde biz Modi dep aldık. Modi. Yani tuyuksuz kol selip kuduk düşüp ketken Cungu'nun üstüne yani taşqa başladı. Mavzulu haber 2. ayının 25. gün Vanvetor betide ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Ötken hafta yani 23. günü düşten keyin Cungu'nun bank münasebetleri buzulup ketken şirketleri. Yani Cungu bank şirketleri bank ile münasebet kılıp bu münasebet ise o vaxtda buzuqluq görülgenligi üçün bu şirketler yani Cungu Changchun meblag başqaruv şirketi ne B3 derecelik bağlaşını amelden kaldırdı. Modi Halkara şirketi bunu Cungu'nun muş şirketini bahalaşını amelden kaldırdı. Onun üstüge yana qaysi şirketler Cungu'da qarana. Cümleden Zhongjun Groyi, Longguang Groyi, Jushin Cungu Öy Mülkçilik Şirketi, anandaki Dever Cungu, Huangyang Dichun Şirketi, Baolong Öy Mülk Şirketi, Şehui Havalı Meblağ Şirketi, Zhongnan Quruluş Şirketi, Qatarlıq şirketler cemiye 13 tane mi 10 tane yürüşlük, 13 yürüşlük şirket. Bulanı xalqara Modi bağlaş derdisini tüvenge düşürüş. Bu başka yol vatandaş. Şunaqkende andı bahalaş derdisini tüvenge mi düşürme, yok kuruğu mu düşürme, çıkarmayın. Bahalaş da vazgeçiş. Yani bahalaş da emelden kaldırır. Bunun yüzü bir gap eken vatandaş. Gap kılmay turub işte.
Bundaq vaqtida hazır Cungo'da öymülükçülük ticareti krizisi şundaq ciddileşiyotgan bir paytda bu 13 yürüyüş şirketke modi baholashni, ishonch darajasini baholashni amaldan qoldirishi va quduqqa tushib ketgan odamning ustidan yana tash deb atiladi. Bu munosabat bilan Jungoning öymülükçülük tijorat krizisi texmi keskinlashidu, texmi cho'nqurlashidu deydi. Men bunga kichikkin hayronman. Jungoning iqtisodiy ahvoli mush holda turganda modi to'pilab kelib bundaq bekor qilishni amaldan qoldirishni jakarlagan bo'lsa bu ish vatandosh shundaq murakkab ish. O'tgan sizlarga so'zildi mush to'g'rida modining baholashni amaldan qoldirishi, modining daraja tushirib baholashi deganlar bu shirkatlarning inovatini yo'q qildigan gapga vatandosh. Banka muomalasida bo'lolmaydi ekan, o'zaro shirkatlar ara barda keldi almashtirishda bo'lolmaydi ekan. Andan bunun pay cheklarini setib olib, bu shirkatlarning pay chekini setib olgan odamlar bundan darhol chekkan ekan, yoki chek paylarining hammasi qaytarib oladi ekan. Bundaq ahvolda bu shirkatlar yomon ahvolda qoladi ekanda, bu baholash bir katishgan bu modining baholashi vatandosh. Hozir dal mana bugun Jungo'da 13 yurish uy imorat shirkati, 10 yurishga 10 yurish. 10 yurish uy imorat shirkatini modining baholash, baho berish yoki darajaga ayirish huquqini amaldan qoldir, yoki tartibini amaldan qoldir. Bu endi Jungo iqtisodiga nima ko'rsatdi? Shuni ko'rib olsangiz vatandoshim. Urush kirgili 2 yil bo'ldi. Bu xabarga diqqat qiling vatandosh. Masalan, Rossiya Federatsiyasi Ukraina urush qilgili 2 yil bo'ldi. Donetskda Rossiya armiyasi jiddiy buyruq tushirib, urushni to'xtatdi. Ukrainaning sharqida Rossiya armiyasi besib olgan Donetsk rayonida Rossiya armiyasi jiddiy buyruq tushirib, ya'ni qo'mondan general jiddiy buyruq tushirib, urushni to'xtatdi. 300 ming kishilik Rossiya armiyasi taslim bo'ldi. Voh. Oldingi hisob armiya qo'mondoni urush qilishdan bosh tortdi. Rossiyaning oldingi hisob urush qo'mondoni urush qilishdan bosh tortdi. Halqiliq paytlar 2-25-kun. Bu nima o'zgarish vatandoshim? Bu qaltis o'zgarishga yana bir xabarda mushundaq shu halqiliq paytlarning deyman vatandosh hozir ko'rdim. Onun nima deyildi desangiz, hozir Rossiya askarlari urush kirishni xohlamayli qo'ygan gap. Rossiya askarlari urush qilishni xohlamaganning ustiga hozir nima qilish kerak? Prezident Vladimir Putin buning ustiga kelib hozir Suriyadan 200 ming kishilik yollanma qo'shin 200 ming kishilik yollanma qo'shin talab qilgan gap. Endi hozir 2 yillik arpsida turgan sizlarga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning Ukraina urush to'g'risida e'lon qilgan bayonotini yetkazdi. Dal shu kuni Ursula Reis, Yevropa İttifaq Komitetining raisi Ursula xonim boshchiligida Fransiya, Kanada davlat boshliqlari qatorliq hammasi Ukraina Kiyev shahriga berib prezident Zelenskiy bilan ko'rishdi va biz seni adoq qo'llaymiz dedi vatandosh. Arlıqda mushu munosabat bilan Germaniyaning vaziri Scholzning Washingtonga kelib, Ukraina masalasi bo'yicha prezident Joe Biden bilan ko'rishganligini sizlarga yetkazgan edik. Endi Ukraina g'arb dunyosi shunda qo'lladi degan gap. Ondan Angliya bir tadqiqot jamiyatining dongliq bir arbob ismini unutib qoldim, kechiringlar. Bugun buni kirgizmabdiman uni. Atog'in ismi bilan sizga yetkazishim mumkin. Nima dedi? Diqqat dedi. G'arb dunyosi diqqat dedi. Biz yana xatoga yo'l qo'ymaylik dedi. Biz 2024-yil yana xatoga yo'l qo'ymaylik. Ukraina masalasi nuqul Yevropadagi Ukraina masalasi emas, Ukraina masalasi bu g'arb lageri masalasi. Agar Ukraina qo'ldan ketsa, g'arb lagerining demokratiyasi va g'arb lagerining dunyoda tutgan o'rnini qo'ldan ketadi. Biz endi o'tgan yillardagidek yoki burungi yillardagidek xatolik ustiga xatolik o'tkazmaylik.
2024-yili sezgir bulaylı Ukraynani qutulduraylı degan mazmunda nutq so'zladi. Buningga bir cümlege diqqat qiling vatandosh. Ukrayna qo'ldan kes. Prezident Joe Biden ayni vaqt deganida Ukrayna kes Yevropa ketadi dedi. Shundaqmi? Shundaq dedi. O'rta Osiyo ketadigan bo'lsa, masalan, nima? Hamas bilan Isroilga urushida Isroilga utirib qo'yilgan bo'lsa, O'rta Osiyo qora hijab qo'yiladi. Tayvan bo'g'izi qo'ldan ketadigan bo'lsa, butun uloq okean qo'ldan ketadi. Buni prezident Joe Biden xuloslab, aynicha shundaq degan edi, bizlarga yetkazgan to'q. Bugun endi Angliyaning bir tadqiqotchi yuqori darajalik amaldor ham dediki, diqqat, biz 2024-yilmi xatolarga yo'l qo'ymaylik. Ukrayna masalasi bu g'arb lagerining masalasidir. Dedi vatandosh. Endi tövende Tayvan Jungo münasebetlik vaziyet doğrusu da sizlerle muhakeme edip barımız